Avtoparkinglarda nima mashinalar bor? O'zimning nomimdagi mashinam Endi jami o'zi umuman olganda sizni 18 ta. 18 ta? 18 ta? Ishonmayman. Tesla, BMW i5, hozir BMW i5 da kelganman. Nuka. BYD Tank, Kia K5, BYD Song, Hyundai Sonata 2 xil rangi, Malibu, Nexia 3 ikkita, Volkswagen imini dastavkaga do'konga ikkita qo'yganman. BYD Yuanapdan ikkita shogirdimga haydashga berganman va bitta Damas i 3 ta mototsikl. Men ham shogirdlik qiling. Aka, men aytmoqchi edim shu Gapni har kuni eshitaman 2-3 martadan. Uyingizda nechta oqsoch ishlaydi? Unga anaqa emasman. Nega? Oqsoch ishlatishi, uyda xizmatkor ishlatishi yoki shunga o'xshagan narsalarga qarshiman. Chunki noldan o'zim ko'tarilganman, bu narsaga o'rganmaganman. Qancha ketadi bir yilda dam olishga? Qancha ketkazasizlar? Men sayohatlarimga 40 mingdan ziyod ketadi yiliga. 40 ming dollar. Na. Imенно blogingda sayohatni ham qo'yganman. Borgan joylarimni Instagramda yuritib boraman.